Qaysi futbolchi eng kuchli driblingga ega ekanligini bilarmidingiz? 5-o'rinda Lamin Yamal judayam yosh, ammo aql bovar qilmas darajada texnikali. U bitta ikkita raqiblaridan bemalol o'zib keta oladi, go'yo to'p uning oyog'iga yopishib qolgandek. Va u bu mavsum endigina boshlanganiga qaramay 263 ta driblingni amalga oshirdi. 4-o'rinda belgiyalik Eden Hazard tezligi va keskin driblinglari bilan u vaqtida pik darajaga chiqqan. Uning driblingi eng qiyin bo'lgan himoyachilarni ham dog'da qoldirar edi. 3-o'rinda braziliyalik dribling qiroli Neymar. U tezlik, dribling va ijodkorlikni birlashtira olgan. Uning fintlari va qanotdan yorib o'tishlari rostdan ham himoyachilarga muammo edi. 2-o'rinda Ronaldinho. Uning texnikasi aql bovar qilmas darajada edi. Uning ijodkorligi, kutilmagan qarorlari va tezligi rostdan ham farzandlaringizga qo'yib berib futbolni tushuntirish uchun haqiqiy qo'llanma hisoblanadi. 1-o'rinda gap so'zlarsiz Lionel Messi. Uning laqablaridan biri ham aynan argentinalik long dribling edi. Tezlik, dribling va uni nazorat qilish top darajada. Uning oyog'iga to'p tushib qolsa, himoyachilar uchun qo'rqinchli tushning o'zginasi edi.